Kattami? O, yaxshi, молодец. Да, не, на той стороне пацан поймал сазана. Ana sazan balig'ini hozir olyapti. Do'stlar, qattiq tortish kerak emas edi. Da, uzilib chiqib ketdimi? Второй тоже пойман. Qani chiqaring ikkinchisini. Ikkinchisi. Ha. O, молодец. O, молодец. 1 kilo bormi? O, молодец, yaxshi. Ana o'sha nari tomonda aka hozir zo'r baliq ushlaydi. O, qani bitta ko'taringchi katta qilib. Nol. Ona. Qani bitta qo'lingizni ko'taring. O, ana молодец, молодец, ana. 1 kilo bor, 1,5 kilo. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Do'stlar, mana yana zapretlar tugayapti. Xudo xolasa biz mana shu bitta ko'limiz yonidagi sun'iy ko'l yonidagi bitta zo'vrga keldik. Mana shu zo'vrda bugun tashamada Xudo xolasa sazan balig'ini ovlashga harakat qilib ko'ramiz. Do'stlar, yangi joy bu. Tinglab tomosha qilinglar. O'ylaymanki, bugungi ovimiz sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Do'stlar, hozir bugun biz flat method va klassik feederga urinib ko'ramiz. No, скорее всего, flat metodga ov qilish ko'rishim mumkin. Bugun mana Yuragan bilan kelganmiz. Xudo xolasa bu yangi joylar. Mana shu yangi joylarda bugun ov qilamiz. Hozir joylarni tayyorlab, sekin baliq ovimizni boshlaymiz. Do'stlar, bo'lmasa boshladik. Davay. Birinchi zabro'zni hozir amalga oshiramiz mana do'stlar. Shu joyimiz ana. Zarani nima qilib qo'ydik. Endi oz kutamiz. Mana do'stlar, yangi joyda yangi baliq. Hoppa. Mana sazan. Birinchi sazanni oldik mana. Do'stlar, mana pop-upga birinchi sazanchikimizni oldik endi mana. Endi buni hozir tashab qo'yamiz, sadokka solib, keyin oxirida nima qilamiz? Mana shu pop-upga bugun mana shu sazan tushdi. Birinchi sazanchik. Keyin oxirida ko'ramiz yakuni bo'yicha. Mana qadrli do'stlar, hozir ikkita qarmoq qilib qo'ydim. Bitta 270 likda ochdim. Bitta 3 metrlik qarmog'imga mana hozir bitta 3 metrlikka oldik. Feederga mana flat metodga ushlayapmiz. Hozir yaxshi tortyapti. Zo'r. Mana hozir ikkovi ham tortib turibdi. Bittasiga 12 mmli wafters qo'ydim. Bittasiga 8 mmli pop-up qo'ydim. Hozir 8 mmli pop-upga yaxshi olyapti. Hozir sekin ko'ramiz, tortib turibdi. Endi paklovkalar bo'lsa включение qilamiz. Appana. Ana bitta sazan yes. Bitta sazan yes. Sazanmi, karasmi? Davay. Appa, mana. Yana bitta sazanni oldim do'stlar. Pop-upga mana. Pop-up yaxshi ishlayapti mana. Mlечный путь. Mana shu pop-up. Zo'r mana ishlayapti. Zo'r. Ko'rlar, kichkina sazanchalar olyapti. Ko'ramiz, kattasi ham kelib bo'lar. Tashlab oling. Keyin nima qilamiz? Davay.
Hoppa. Da. Yana bitti. Yana bitti. Da. Yana bitti sazan. Ha do'stlar, yana bitti sazan. Yo'q, bu safar karas ekan. Sazanchikmi? Sazanchik ekan. Mana kichkina sazanchiklar chiqyapti. Vaftorska ko'rdilaring. Tagidan olyapti yaxshigina. Hoppa. Birin-ketin yaxshi nimalar tushyapti do'stlar. Hozir ikkinchisiga ham tortyapti. Shu bitta joyga hozir tashlayapman. O'sha yerdan o'sha ikkita sazanchik chiqardim. Endi kattasi ham kelib qolar, ko'ramiz. Mana do'stlar, paklovkani nima qilarman? Ilon bosh ham qo'liga tushdi. Mana. Poet metodga ilon bosh oldi mana. İlon boshimiz oldik mana. 800 gramcha keladi. Yo'q, o'sha. Endi uni o'sha sadokka tashlab qo'yamiz. Paklovka zo'r bo'lyapti, yomon emas. Hozir endi o'sha nimani nima ham sazanchiklar bilan birga ilon boshimizni solib qo'yamiz. Kebaqa siyg'anchiq ekan. Tuh bile. Tichirdan ketdi. Ana ko'rlaring. Juda siyg'anchiq bo'ladi bu ilon bosh. Endi nima qilasan? Boshqa iloji yo'q. Hoppa, yana bitta. Да, взял. Помочь? Сейчас у меня тоже вышло, блин. Сейчас. Ах, man qo'ygan joyimda mana. Dad yuratam hozir. Большой, да? Змей-башка, я тоже змей-башку упустил. Mana dad yura. Ilon boshni hozir oldi. Men bitta oq baliq chiqardim. Yordamga kelyapman, katta deyapti, bilmadim. Грамм 800 есть? Где? Не упади. Давай. Опа, есть. О, дядя Юра, mana. Ну, чуть-чуть побольше было у меня. Ну, ничего. Нормально? Молодец. На что? Тебе его брось. А что? Заберешь. Ну, хорошо, посмотрим. Mana dядя Юра, ilon boshi. Ko'rdilaring? Mana. Да, не на кукурузу взял, да, так удивительно. Ну, хорошо сел, да? Да. Все-таки крючки хорошие, которые ты дал, красные. Да, крючок согнулся, подправишь. Да, давай. Давай, mana do'stlar, ilon bosh. Zmey boshga tur. Xohlasa ilon boshlar mana tushyapti. Yaxshi, Makkaga ilon bosh oldi. Hozir nima sadokka tashlab qo'yamiz. Ilon bosh ham yomon emas. 400 gram, 500 gram. Tak, shu qatorda men endi ana oq baliqni ham nima qilib olaman. Tak, endi hozir buni chekkaga tashlab turamiz. Mana olamiz. Chunki bu ilon bosh yomonda chiqib ketar ekan. Mana olaylik. Sadokda. Chekkaga olib biz katta verqoplovkalar olishni boshladi. Mana. Yaxshi. Zachotniy. Soat 2 ni kutamiz. Zabros qilganimizda nima chiqib ketdi? Mana pop-up kiritamiz.
Mlечный путь. Milky Way degani bor. O'shani. Hoppa. Bo'ldi. Mash pop-upga yaxshi chiqyapti. Endi baliq ovida har xil nimalarni ko'ramiz. Mana yana har doimgidek shunday nima turib nimamiz bor. Flordan ham qo'shib yuboramiz. Karproniki shunday qilib shunday taptoshga yurib endi bunga shokolad sepib shokoladni tiplarni ham sekin diplardan ham foydalanish kerak. Diplar yordam beradi paklovka to'xtaganda. Hozir endi soat 2 ni kutamiz. Soat 11 bo'ldi. 11 ga zo'r natijalar yomon bo'lmadi. Katta sazanga hozir harakat endi. Katta sazanga harakat. Sazan yana bitta sazan narsa tushdi. Aba. Ha, karas. Do'stlar, karas. Qadrli do'stlar, mana bugungi bizi baliq ovimiz yakuniga yetdi. Do'stlar, biz bugun yangi joyda Yovoy Zo'rda o'qildik. Bu qisqacha videoni sizlarga tayyorlab bugun taqdim qildim. Do'stlar, agar sizlarga bu videolarimiz yoqqan bo'lsa, ovimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, do'stlaring bilan bo'lishinglar. Keyingi baliq ovlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.